Ama 8 kiloli LG'ni narxini eshitdi, ishonavering, tom yili ketib qoladi. Menga ham nasib qilsin, like bosganligi bundan ham zo'r nasib qilsin. 8 kiloli model. Bu modelimiz eng yaxshi modelidan bittasi. Qo'polg'a aytganda tepib eshik qilib ishlatadigan model. Glassiy rang, qaranglar, 8 kiloni rangini bitta e'tibor berib qo'yinglar. O'zida 14 ta programmasi bor, qo'shimcha bu yoqda sensor upravleniya, sun'iy intellekti ham bor. Bu kerakli mato turini o'zi aniqlab turib, o'shaning kerakli suvlarni, vaqtlarni, grassani o'zi avtomatik beradi. Zo'r funksiyani masalaga aytaman. Mana bitta qo'shimcha funksiyasi bor. 3 sekund bostirsanglar eshigini ochadi. Qo'shimcha kiyimni sovursangiz ham bo'ladi. Barabanga alohida bitta e'tibor beradi. Hech qaysi kir mashinada bunaqa emas. Prime baraban deydi, eng qimmat baraban. U ham kachuk qilib tashamaydi. Yenglarni, yoqlarni ham qo'lni yuvgandek qilib mana shu aktivator yuvib beradi. Invertor motor bo'ladi, Pramoy Privet. $430 umuman kam sotilmagan bu modelni okalar chegirmada $400 bizdan sotib olasizlar. Faqat shoshilinglar, soni kamroq. Qiziq bo'lsa, srazi telefon qilib bron qilinglar.